maqsadiga yetmay qo'ymas qancha to'siq bo'lsa yo'llarida bizlar o'sha zet avlodmiz bizlar o'sha noto'g'ri to'g'ri yo'l bor tanlash o'z qo'limizda yaxshi yo yomon bo'lish bosilgan bir qadamda maqsadiga yetmay qo'ymas qancha to'siq bo'lsa yo'llarida bizlar o'sha zet avlodmiz bizlar o'sha nima bo'ldi? Tekshirma gap bo'ldi. Qo'yvor dedim, yashagim kelmayapti. Jinni bo'lganmisan? Hayot senga o'yinchoqmi? Qo'yvor dedim. Ey, Jim. Nimalarda bolani miyasini zaharlayapsiz siz? Nima o'zingizga o'xshagan alkash qilmoqchimisiz bolani ham? Nazor, sen qalaysan? Yaxshi emas. Ye, nima bo'ldi? U bu kim xafa qildimi? Ey, yorvoraman aytgin. Li bo'yiga javob. Bolam. Manadam o'lgan. Eshitdingmi, Jasur? Tomin ketganmi? Sani Sarvar? Agar rostdan iflos bo'lganda, oying uni oldiga yo'latmagan bo'lardi. Sen ham rostdan jo'q ekansan. Hammasini senga aytib o'tirishim kerakmi? Nima? Nimani bekityapsan mendan? Bo'ldi, sen chiqaver. Qolganiga hal qilib qo'yib beraman. Zoir Karimovich, mana bular anchadan beri turibdi. Bularni srochno rayonga jo'natishimiz kerak. Bor, chiq. Xo'p. Alo. Ha, Sherzodbek. Qalaysiz? Domla, bormilar? Tavanlar nima bo'ldi? Tugab qolay dedimi? Ana tovarlarni eplolmayapman, qo'limdan kelmas ekan. Maylimi? Bugun o'sha narsalarni uyingizga olib bersam. Nima? Qanaqa odamsiz o'zi? Sizdan keyin olib ketganlar allaqachon pulni olib keldik-ku. Siz hali ham yuribsizmi? Hammam buzog'iga o'xshab lallayib, Bunday bo'lsa mol bilan qo'shib. qarzlaringiz foizi bilan olib keling. Ey Zoir. Nimalarga aralashib qolding-a? Padaringga la'nat. O'g'il. Sen dastingdan tuppa-tuzuk dading nimalarga aralashib qoldi? Nima qilsamikin, ha? Taqim ana kuni ana pakka yo'qolib qol bittasi. Kimdir kirayotganmikin xonamga? Shu kameralarni bekorga oldirib tashlaganman-da. Balkim kim kirganini bilib olarmidim? Kiring! Zoir Karimovich, sizni so'rab kelishibdi. Kim so'raydi? Po'latov so'rayapti. Po'latov? Ha. Kirsin. Kiring. Endi bildim nima qilishni. O'zingni bo'xingni o'zing yediraman. Po'latov. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom, keling. Go'zal yigit. Yaxshimisiz? Ha? Shunaqa degan? Sen qayerdan eshitding? Ha, sen aytding-a? Nima bo'lsa ham sen indama. Lekin meni ogohlantirganing yaxshi bo'ldi. Baraka topdi. Endi darsingga boraver. Mayli. Sog'ol. To'xta. Senga lekin boru, bir ish bor. Tinchlikmi, domla? Ha, tinchlik. Sen bilan biz Ha? ading sani menga ishon topshirib ketgan-a? Xo'sh, domlajon. Ha? Jo'ta gaplaringizda g'alati hid kelyapti-da. Hid deysanmi? Qanaqa hid? Gapiring, domla, dangal gapiring. Biror narsa olib kelib beraymi? Kayf qilasizmi, domla? Aksincha Po'latov. Men senga bersam-chi?
bir narsa bor. Shuni Tushunmadim, domla. Shuni menga buni sen bilsang kerak. Domla bunimi? O'sha kayf. Voy, bilet. Domla qatdan oldingiz buni? Biletlama bilet. Shuni sotish yaplaysanmi? Domla, xafa qilyapsiz. Qara, gap so'z bo'lib ketmaymizmi? Domla, axir men pul atibman-ku. Xir, buni qachon sotib kelasan? Domla, buni biladigan odamlar bilan gaplashib, keyin aytsam bo'ladimi sizga? Men qara. Buni Ha? mendan olganing birovga g'indimaysan. Agar aytsang ikkalamiz ham Domlajon, xafa qilyapsiz-ku. bo'pti. Suyulma, bor darsingga. Javobini qachon aytasan? Domla, men buni ko'rsatay akalarimga. Ular bir srogini ko'rishsin. Keyin narxini gaplashamiz. Xo'pmi? Bo'pti, bor. Buyur, cho'zilasan. Gap yozma menga. Qisib yurgin. Bo'ldi, domla. Chiqqa. O'rgildim. Hali ko'rsatib qo'yaman dadangga. Uf, yo'q, vaqtim yo'q. Dinara, to'xtagin. Nima? Bu senga. Nima bu? Ko'r. Voy, rostdan mangami? Rahmat. Yes! Tunu kun hayolim senda, sevgilim hayotim senda, tushlarimda ham o'ngimda. Voy. Nima bo'ldi senga? Sen dunyodagi eng chiroyli qizsan, eng yaqin do'stimsan. Voy. Hozir shunaqa deb menga yetdimi? Meni sevadi. Yes! Yana kim bor eslaydigan, seni menday. Yana kim bor sevadigan. Jasur. Qalaysan? Senga bitta gap aytaymi? Nafaqchimisan? Sen maktabdagi eng samimiy bolasan. Ayniqsa mana bu sochlariga o'zingga rosa yarashadi. Voy, Qarash beraymi? Tinchlikmi? Ushlab tur, mas olib kelaman hozir. Nima gap o'zi? Tinchlik? O'zim aytdim keldi. Voy. Mana maktabdagi eng yaxshi bola dedimi? Sochimdan ushlab ko'rdi. Demak, yaxshi ko'radi. Yes! Yoqma, yuragim yoqma, yana keltiradi rashkimni, sira bilmadi sevgimni. Boqma o'zgaga boqma yoqma yuragim Baxye. Dinara. Bolaman meni sinik sevolmaydi hech kim. Baxye. Sevganim sezolmaydi hech kim. Baxye. Bilaman seni o'rningni bosolmaydi hech kim. Tezlash. Tur. Yana sana deb uradi. Yuragim yolg'izim faqat sana deb uradi. Xo'p desang hammasi zo'r bo'lar hammasi. Nima deysiz? Qo'yvoring qo'limni. Tushunmisiz? Kun hayolim senda. Sen olib kelding. Voy, rahmat. Tushlarimda ham o'ngimda. Nima? Sen yaxshi ko'raman. Sevgimiz kun bilan tunday, endi biz bo'lamiz shunday. Seva oladigan menday, yana kim bor sevadigan, Yana kim bor o'ylaydigan, yana kim bor eslaydigan. Yuragingdan yomon urdim deyman-a? Shuncha chaqirsam ham eshitmading-a? Kattalanishiga aralashmasin-chi. Juda katta tag'in qushtorlaring kelib, oy deyish tirvormasin. Aqling yetmagan narsaga aralashma. Hali Dilnoz bo'lsa tamomsan. Qatdan olsan shunaqa gaplarni. Men unga bir narsa demanmi? Sarvar, sen etmagan bo'lsang hamchi, butun maktab biladi seni sevishini qizni. Ko'ramiz-da hali. Ko'ramiz o'rtoq hali. Bir gap o'rsinchi. Dilnoz? Bu yerda nima qilyapsan?
Nimaga hech kim yo'q? Tinchlikmi? Dilnoz. Nima yig'layapsan? Nima bo'ldi? Tushuntirsang-chi. Qani qolganlar? Hozir jismoniy-yu, hamma sport zalda. Ha. Ha, sen nima bormading? Axir sportchisan-u. Menga qara. Nima bunaqa o'tiribsan? Biron gap bo'ldimi? Oying yaxshilami? Uydagilar yaxshimi? Hammasi yaxshi. Ha, unda nima bo'ldi? Gapir. Mana buni qara. Qani? Sen qatta oldingmi Dilnoz? Kecha suv chayini qo'liga chiqqanda ko'rib qoldim. Keyin sras videoga oldim. Dilnoz. Nima qilasan? Bunaqa ishlarga aralashib, suymaganga suykalib. Sarvar baribir seni yaxshi ko'rmaydi. Sen qatdan bilasan? O'zi aytganmi senga? Sarvarni bilaman u Dilnoz. Hech kimni yaxshi ko'rmaydi u. Chunki sevgi, muhabbat degan narsalardan Sarvar nafratlanadi. Menga qara, sen nimaga bir uchun javob beryapsan? Sar kaling bormi Dilnoz? O'zing ko'ryapsan-ku, boshqa qizlar ketidan yugurib yuribdi. Shuni ko'rib turib ham nimalar deyapsan-a, o'sha? Men qatdan biling Sarvarni. Menda ko'nglim bor deb yurar ekanman-da. O'zing ham bilasan-ku, menga qanaqa mehribonligini. Sarvarni bilmaysan. U hammaga birdek mehribon. Bilasan, u har doim uy vazifalarimni yo'q demasdan qilib beradi. Sarvar hammani uy vazifasini qilib beradi Dilnoz. O'sha kuni esingdami? Maktabdan ketayotganimizda Sherbeklar bilan mushtlashib ketganmiz-ku, o'shanda Shernazoga uyga vazifasini qilib beribsan deb xo'rozlik qilgan. Esingda bo'lsa o'zing kelib qolganding o'sha payt. Esimda, lekin men точно bilardim menda ko'ngli borligini. Olifta qiz kelgandan keyin hammasi o'zgardi. Ammo bir kun yomon qilaman dey shuni. Dilnoz, qo'y-senchi. O'zingga yarasha ishni qilsang-chi. Nima ekan menga yarashadigan ish? Nima bo'lardi? Men bilan sevishdi. Ol qo'lingni. Dilnoz, har doim aytardim-ku, men bilan baribir bir kun bo'lasan deb. Senga qolganimdan ko'ra o'lganim yaxshi. Dilnoz, menga nima qilibdi? Tuppa-tuzuk, zo'r mushrik bola bo'lsam. Kechasur, hozir yuragimni siqma. To'g'risi yoqmayapsan. Surgin bo'tdan. Men hazillashmayapman. Men bilan sevish ham uncha-munchasiga emas. Qo'ling tor, toming ketib qopti-yu, ahmoq. Kaling qursin seni jasur bilan. Senga shu gaplar kerakmidi? O'zingni osmondagi oy deb bilasan-da, ha? O'zingni toming ketgan, suka. O'zi chiroyli qiz-u. Xarakteri itda bilat. Hali ko'rasan, itda yalantirasan. Qarab tur. Sarvar qani? Sen chekyapsanmi? Ha, chekyapman, senga nima? Prosta aytyapman men senga. Sarvar ketib yurma tag'in. Nima, men senga terpilamanmi? Yetib bo'ladimi? Atak menga po'xo'y. Qo'rqadigan joyim yo'q Sarvarda. Tinchlikmi? Nima asabdasan? Qisma. Jam? Yur ichamiz. Nima? Ichamiz deysanmi? Ha, nima bo'pti? Biz kecha ana 11 dagi bolalar bilan ichgandik. Kim bilan ichdi deysan? Ana 11 dagi bolalar bilan. Mazza qilib ichdik. Nima, sen shunaqa bola bo'lib ketdingmi? Ichdik, kayf qildik. Sen hali kayf qiladigan bo'lib qoldingmi? Nima? Sendan so'rashim kerakmi? Sen mana odammi deysan deb so'rayman. O'chimi? Men senga aytayapman chakmagin deb. Tag'in ham adem bor. Shukr qilgin shunaqa adem borligiga. Boshqasi bo'lganda shu gaplarni aytganda-chi, burda lab tashiyman, tushundingmi? Senmi? Men. Sen meni yirtasanmi? Men yirtaman. Yo'q-e. Ha, shunaqa. Jam, men bilan hazillashma. Nima qilasan? O'chimi? Ha, nima keladi qo'lingdan? Nima keladi qo'lingdan deb o'ylarsan qo'lim. Nima?
Timo. Sarvar! Oğlumu ding. Voy. Oğlum bilan Sarvar Tom ketibdi Voy, boqmoqni. jinni bo'lganmisan? Qochadimmi? Qoch! To'xta. Qani ke! Mamchimon Tom ketibdi bile. Jasur, rostdan Tomi ketdimi sani? Qo'lingni olsan ham yeysan deb olmasdan ke. O'tmamdi. Chumo bile. Ha, tuturganman. Nima deysan? Gaping bormi? O'zingni bosgin. Ol qo'lingni. Ma yuzingni yuvib. Ol qo'lingni, yosh bola emasman senga. Ko'rganlar nima deydi? Nima qolsanlar? Bitta komandamiz yu. O'zidan ketib qopti. Bor yo'q qo'likkalingni o'zdoqdalingni chiqasaman. Voy yomon ketyapsan o'zingda bo'lib gaplashur shundaymi? Nima qilasan? Nima keladi qo'lingda? Toning tushir yeysan hozir. O'chiring. Ketyapman senlarga. Bo'ldi. Yeysan hozir olmasan. Bo'ldi, qilay. Yur ketdik. So'te. O'zingdan ketasan. Ma o'zim nima? Bu xatdan kelib qoldi ekan. Yomon ahvolimni ko'rib, Xudo berdimi ekan? To'g'ri. Narkotik berdimi? To'xta. Bu yana Jamshidning cho'nchagidan tushgan bo'lmassan? Voy bilat. Nahotki? Yo. Hoy, Saidov. Labi ustoz. Qani? Bu yoqqa kelchi. San 11bdanmiding? Qani? Bu yoqqa. Bu yoqqa kelchi. Kela qoq. San 11bdanmiding? Ha, ustoz. Menga qara. Ahvolingga nima qildi? Isma ustoz. Hammasi yaxshi. Ha, nimani bekityapsan? Cho'ntagingda nima bor? Ustima yo'q ustoz. Qani chiqatchi. Ustima yo'q. Qani, ko'rsatchi qo'lingni. Ustima yo'q ustoz. Ko'rsat qo'lingni. Voy, sen shoshmay tur hali. Direktorga olib kiraman seni. To'xta. Ustoz kirmadilarmi? Oh, xayriyat. Dinaraxon, sinfimizga kelganingizga manchigina bo'lib qoldi. Qachon bir dildan suhbat qilamiz. Menga qarang, darsdan keyin bir aylanib kelmaymizmi? Nima deysiz, jonidan? Qalaysan, Sher?
Nima ahvol bu? Sher masanga aytdim, dars paytmasdi. Qizlarni temasini yopgandik-ku. Qo'ysaychi. Mazza qilsaychi. Yig'ishtiran o kuchugingni. Indamay endi qo'yaver. Ha? Yo'q. Temur, Surbotdan. Tushunmadim senga. Sen nima ishing bor? Men Dinara bilan gaplashyapman. Yaxshilikcha ket. Jim bo'laringni. Odam salla o'zi sallayam. Sarvar, hali sen bilan gaplashamiz. Sote. Voydod, jimollaring. Sallani dastingdan tinchlik bormi o'zi yo'qmi? Sallani ham meni maktabda haydash kerak. O, ustoz, zo'r bo'lardi lekin. To'g'rimi bolalar? Ha, Turg'unov, senga mazza bo'ladi-ya? Betayin. Nima, men halal beryapmanmi ustoz? Unda tashqariga chiqib keta qolayman. Joyingda o'tirasan. Hozir qaysi fandan dars bo'lishi kerak? Adabiyot. Ha, adabiyot ustozinglar ozgina kech qolyapti. Daftar kitoblaringni olib jim o'tirlaring. Shovqin qilma. Nima deyotding-ku? Gapir endi. Senga gapiryapman. Duxing yetmasa, men bilan o'ralashmagan. Tushundingmi? Sanla bermasan ham o'z qo'limga tushdi. Endi bemalol tatib sanab ko'rsam bo'ladi. Ha, bir umr shu krani orqasidan hayot kechirib kelyapmiz-ku. Birovdan kam joying bormi? Yo'q, xudoga shukr, nolimayman, lekin endi Hech qanaqa lekini yo'q. Bundan 2900 yil ilgari bir tirikkaz yo'l mana shu xumni ichiga surgun qilgan. Sen meni qutqarding. Ne pichirlab gapirarsan, tinchdingmi? Voy aka, uyda mehmon bor. Qanaqa mehmon? Sen borsan-ku. Nima bor hamshirada? Nima bor menga hamshirada? Bile. Menga qara. Sen qattolni o'zi. His narsani bilmayman bola, his narsa esimda yo'q.